Assalomu alaykum aka ukalar. Biz Farg'ona viloyati Qo'qondamiz. Oxunqayna bilan aeroport o'rtasidamiz. Xudo xolasa o'zimizni mana qo'yxonamizga shu yerda yem olamiz. Sizlarga bitta manfaatli video bo'lsa, mana shu yerda qo'y moliga kamida 40 xil yem bor, 40 xil. Mana akalar Qo'qonda sho'lxa beramiz. Sho'lxan kilosi 4 ming ekan. Kepelar narxini yaxshilab ayting. 88 ming. 88 ming kepe. Qaysi kepagi bu? Saxovat 5 yil. Saxovat. Makkani oxirgi narxini oxirgi narxini aytib olasiz. 5 ming so'm, 5,5 ming, 6 ming so'm. 3 xil makka bor. Arpani ish bor? 4 ming 2 so'm. 4 ming 2. Bug'doyni ish bor? 4 ming so'm. Mana Admiral Koribni ish bor? 145 ming, sarig'i 142 ming so'm. 142 ming so'm. Qo'yga zernat xot bor, a? Zernat xotlarimiz bor, o'z tarafimizda. Zernat xot bor, silos bor. Yana nech qilyapman bor qo'yga kamida? Qo'yga 3200 so'mdan yer. Alohida yemlari ham bor. Mol qo'y boqiygonlar, aka ukalar, mana shu kesalari. Arpa un, mak. Nech xil ichida asartimi? 6 xil bor. 6 xil bu o'zlar yemlar. Biz qo'y boqamiz, xudo xolasa mana shu yerda olish taklif qilaman. Qo'qonni hamma joyda aylanib ko'ringlar, mana shu yerda yem arzon. Mana shu kesalar qo'yga og'izlaridan chiqqan yem mahsulot bor. Silos deysizlarmi, misol. Zennat xotmi, makkami, bug'doymi, arpami, hamma narsa bor. Mana shu yerda yem olishni taklif qilaman. Qo'qonni narxini surishtirib kelsalar, shu yerda arzonroq, bu yerdan olamiz. Adres Oxunqaynar bilan aeroport o'rtasida yo'nalish. Hamma turidan bor, tugab qoldi degan gap ham bo'lmaydi, kepaymi mana. O'zim mana sho'lxa shetdan olaman 4 ming so'mda mana. Bepul reklama bularga ham, sizlarga ham. Islom aka nomerlarni qo'yib ketamiz. Islom aka nomerlarni-chi? 97lik 814 0011. Qo'yi borlar, kesalayin, batta qo'yga kamida 30 xil ovqat bor. Kamida. Nimaga degan savolga hamma yemdan bordi. O'zi ham o'ta katta assortiment, o'ta katta partiya yem bor. O'zi kepaylar taxlangan. Saxovat kepaymi bu? Bag'da ham qanaqa yem mana? Kunjarami? Soya bor, shirot ham bormi? Rapsam hamma narsa bor. Ana shu yerdan qolish taklif qilaman. Xudo xolasa arzon yemxona. Mana Qo'qonda sho'lxa 4200 so'm, bu yerda 4000 so'm. Xudo xolasa 4000 qilib berasizlar, a? O'zim hozir kelib 8 kilo sho'lxa oldim. Xudo xolasa olaverasizlar. Adres Oxunqayna bilan aeroport kuruyida o'rtada bitta svetofor bor, svetofor tagida yemxona. Bu reklama egasi ham bilmaydi uni. Shatga kesalarning hali bug'doydan chiqqan zernat xotam shatda, Toshkentdan 40 tonna, 50 tonna sotishadi. Mana akalar bitta o'zlarida alohida 5 xil 6 xil yem ishlab ham chiqarishadi. Xolasangiz seriya unam bor. Mana nima mana bu? Drabilka kunjara. Drabilka kunjara. Bu Bug'doy. bug'doy. Bu kepi. Arpa bu. Arpa. Bu mana nima? Tuz. Tuz. Rasmida bunaqasi ham bor. Mana nima? Qozoq kunjara. Qozoq kunjara. Bunisi-chi? Quruq kunjara. Aytayapman, qo'yga, molga og'izlaringdan chiqqan yem mahsuloti bor. Hozir shularni ko'rsatamiz yana. Keyin narx-navoni hammadan arzon sotishadi. Mana men aytdim, bunaqa yemlar ham bor, arzon yemlar mana. Kepelik. Nima bu? Kepelik, sang. Bu kilosi nech pul buni? 2200 so'm. Toshkentdan keladi, Forada Toshkentdan keladi. Buradan keladiganini endi hozir tugab. Mana nima? Sulu. Sulu ham bor. Sulu nech pul? 2900 so'm. Albatta sulu ham bor. Yana o'ynasa nima? Ikkinchi sort sechka. Sechka nech pul? Sechkamiz ikkinchi sorti 2600 so'm. Albatta Forada timmi Toshkentdan keladi. Bunaqa yemxona Qo'qon atrofida yo'q. Sababi assortiment o'ta katta mana. Mana uni bemalol mol qo'yib boqsalar bo'laveradi. Qo'ylarga ham zo'r. Nech pul bu? 2600 so'm. 2600 so'm. 60% bug'doymi? 2600 so'm. Mana bu anaqa ham g'o'za po'chani nech pul? 1,5 ming so'm. Somon ham bor. Silos ham bor. Silos ham bor. O'ta katta yem markazi, maslarni shatdan olish taklif qilaman. Bular bitta yutug'i bor, xalqdan jicha arzon. Ikkinchi yutug'i xalqdan assortiment 2 barobar, 3 barobar ko'p.
qiymatda xudo xolasa Sobiraga ishlaygan bolalar ham 5-6 ta bor. Bag'i Oxonqaynar kiriga, bag'i Garadoyda yo'li, aeroport. O'zim qo'yxonamda mana shu 7 kilometr, shatga kelaman, assortiment yemlar ketadi. Svetofor, bitta svetofor bor mana shu yerda. Bag'i Oxonqaynar kiriga 1 kilometr, bag'i aeroport kiriga 6 kilometr kelib, shu yerda ishlayman to'g'radi. Sho'lxa olganlar, tonna olasizlar, tonna 1 tonna 500 kilosini ham taklif qilaman. Batta aytibman, kepayda ham 5 xil, hamma tur yem bor batta. Xudo xolasa pul bilan kelsalar ishlayman bitadi. Dastlabkiga ham o'zlarida mashina borami. Yemni shatda olaman, makkami, bug'doymi, arpami, kepaymi, sechkami, zirniyat, xotni hammasini shatda olaman men. Telefon nomeringizni necha aka siz? Yaxshilab telefon nomeringizni ayting. 90lik 304 59 55. Shaqa kelsalar, shaq kassa, xudo xolasa ishlayman bitaveradi. Qo'qonni hamma joyda sho'lxa 4200 so'm. Hamma joyda Baqachorsuvdami, albatta 4000 so'm sho'lxa ham yaxshi sho'lxa, sifati zo'r. Faqat men nomimdan kelsangiz skidka bor. Shunda kelsangiz skidka yo'q unda. Xalqdan salsa tushib berishadi. Talashsalar, talashmasalar 4050 so'm. Men talasha olaman, 4000 qilib berishyapti. Har shaharda 200 so'm arzon. Masalan, bir tonna olsalar 200 ming to'g'rasizlar. Bemalol. Shatda ishlayman.